Men bir hafta vannamni tozalamadim. Sizlarga kontent olaman deb tozalamagan edim. Mana shunaqa hamma yoq dog', kafillar, kir, hamma yoq nakib bo'lib ketdi bir haftada. Endi buni mana parachizilda tozalab yuboramiz. Buni bilan hamma narsani tez va oson tozalab olsa bo'ladi. Menda Karcher brendi. Men buni o'zim ishlatib ko'rib, sinab ko'rib, keyin sotaman hammasini. Mana shunaqa parlar rosa kuchli, mo'shni parachizil. Bunaqa hech qaysi brendniki bunaqa emas. Bunda hammasi shunaqa sifatli. Bittada hamma yog'inglarni tozalab olsanglar bo'ladi. Yig'ilib qolgan kirlarni, oldindan qolgan kirlarni ham zo'r ketkazib beradi. Nakiblarni ham zo'r eritib tashlar ekan. Mana rezultatlarni ko'rib olsanglar bo'ladi. Bu ish boshlayotganimda men boshida o'zimga bitta modeldan zakaz qilgan edim, o'zimga ishlatish uchun. Qarasam, rosa yoqdi menga effektida. Mana shu narsani o'zim sotuvga qo'yishga qaror qildim. Bu brend o'zimizda bemalol birinchi qo'l bo'lgani uchun mendan arzon narxlarda olsanglar bo'ladi. 99% bakteriyalarni o'ldiradi. Hech qanaqa sredствosiz, allergiyasi borlar uchun ham ayni muddao rosa zo'r parachizil. Bularning hammasidan nalichida bor. Mana shunaqa oyna artadigan apparat ham olganman, o'zimga ham olib qolganman. Sotuvda ham bor. Bu rosa bolali uylarga rosa yaxshi apparat. O'zi sredstvani sepib, o'z ichiga yig'ib oladi. Окунный пылесос. Bu после videosi vannamni hamma yoq toza bo'lib yaraqlab ketdi. Mana bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Ko'rib turganinglardek rezultatga вообще gap yo'q. Kanalimga o'tib olsanglar, bundan ham ko'p video obzorlar bor. Tovarlar haqida ko'proq ma'lumot olish uchun direct yozinglar.